ichidagi xudoni topa olishi. Hazillashma arbob bilan, sen ura har bob bilan. Tarmoq emas, qarmoq bo'lib berayotganda Sizlarga ko'rsatilayotgan narsalarning hammasi bizning Amerika adabiyotini, Amerika madaniyatining oqavolari boyagi. Eng isqirt oqavolari. Ertagi serialdan boshi bo'shamaydi. Muhokamalari bosh mavzusi seriallar, falan artistning kiyimi, falan artistning mashinasi, falan artist labini unday qilibdi, labini bu butun muhokama shu. Kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham tug'ilgansan. biz hamma narsani sotib olishni o'rgandik, lekin bu o'rtada o'zimizni yo'qotib qo'ydik. Bugun suhbatdoshimiz ustoz Nazar Eshonqul bilan ruhimizdagi maymun haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Bugungi kunda o'zi umuman odamlarni muomala vositasi, muhokama vositasiga aylangan narsa bu pul bo'lib qoldi. Sizga bermoqchi bo'lgan savolim, hamma narsani sotib olgan odamlar ham lekin ichida nimadir bo'sh, qanaqadir bo'shliq bor. O'sha bo'shliqni biz qayerdan qidirishimiz kerak? Bo'shliqni qanday to'ldiramiz? Nima u bo'shliq? Endi bu pul masalasidagi gapingizdan boshlaydigan bo'lsak, pul bugun kultlashdi-da. To'lamanada işte maishiy hayoti, insonning baxt saodati pul bilan, pulni miqdori bilan o'lchanadigan davrda yashayapmiz-da. Go'yo kimningdir boy bo'lsa, u juda baxtli degan tasavvur bor. Puli ko'p odamning imkoniyati kengroq bo'lishi tabiiy hol. Lekin shu yerda bir salgina tasavvurga beriladigan bo'lsak, qorinni zo'rg'a to'yg'izib yuradigan odam uchun, masalan, yoki xonadon oila uchun qo'shnisi to'qroq bo'lsa, go'yo mana bu xonadon uchun to'qroq odamning baxt o'zlariga qaraganda baxtliroq deb his qiladi. Lekin ayni paytda shular nimani his qilayotgan bo'lsa, boyagi maishiy ehtiyojlardan tashqari nimani his qilayotgan bo'lsa, shu to'qroq odam ham xuddi shu narsani ichida, shu siz aytayotgan yolg'izlanishmi, begonalashishmi, o'zini topolmaslikmi, shunga o'xshagan narsani his qiladi. O'lam o'zidan ko'ra badavlat odamni oldida, u badavlat bo'lsam, badavlat bizdan ko'ra baxtliroq degan tasavvur. Va buning chegarasi yo'q. Bu shunday bo'lsa baxtliroq. Baxt o'zi nima degan savol azaldan o'rtaga tashlangan. O'zi jamiga shu paytgacha paydo bo'lgan e'tiqod, g'oya, jamiyatlar, ta'limotlar, ijtimoiy formatsiyalarning hammasida bitta narsa: insonni qanday baxtli qilamiz, yoki insonni biz baxtli qilamiz, yoki bizning izimizdan yursa, bizning ta'limotimizni tanlasa inson baxtli bo'ladi degan narsa bilan aldab kelishgan. Mana shu ta'limotlarda hech biri insonni chinakam ma'noda baxtli qila olmagan, yoki uni chinakam ma'noda baxtiyor, o'sha baxt, saodat, farog'at uni yetaklay olmagan bironta ta'limot, bironta g'oya, bironta formatsiya ham hali bu talabga javob bergani yo'q. Bu endi juda ham chuqur, keng masala, butun bir falsafaning masalasi. Qachon odam baxtli bo'ladi degan savol. O'zi aslida bu masalaga oddiygina javob bor. Biz bu javobga ko'p qaytavermaymiz. Va bu javob biz uchun eskirib ketgandek tuyuladi. Bu javob masalan Yevropacha o'zgaradi. Ya bunga falsafiy ko'z bilan aytiladigan bo'lsa, odamning o'zining menini topib yashash, ichiga qarab yurish. Yoki bizning bobolarimiz, Sofiy bobolarimiz, Mumtoz bobolarimiz aytganda, odam o'zining o'zligini, ichidagi o'zini muhokama qilishini, ichidagi xudoni topa olishi. Aynan men shu narsani aytmoqchi edim. Pul o'zi muomala vositasi uchun yaratildi. Pul muomalaga ishlashi kerak edi, ehtiyoj bor edi. Endi u ehtiyojdan hattoki ayrimlarda e'tiqod darajasiga o'tib ketmayaptimi? Odam asl o'zidagi men e'tiqodini boshqa qanaqadir narsa e'tiqodiga almashtirmayaptimi? Bu masala yana bu savolingizning mohiyati ham bizni yana ibtidoiy davrga taqaydi. Va ibtidoiy davrdagi odamlar meni baxt saodatimga falon ma'bud yoki falon xudo orqali erishaman deb o'shanga sig'ingan, o'shanga e'tiqod qo'ygan va bu e'tiqod qo'yishi oqibatida unga qurbonliklar qilgan. Hozir xuddi shu narsani, shu ehtiyojda insondagi mana shu tiynatida yotgan, yashiringan narsaning o'rnini sekin-sekin pul egallayapti. Aslida mohiyat o'zgargani yo'q. Masalan, ibtidoiy davrdagi ma'budning o'rnini bugun qaysidir ma'noda moddiy
ko'rinishdagi muomala vositasi deb atayotgan boylikka munosabat, amalga munosabat. Chunki har qanday amal insonni baribir boylikka olib keladi degan yoki bo'lmasa imkoniyatini kengaytiradigan tasavvur hukmron. Hozir masalan butun jamiyatimiz hammasiga qarasangiz, albatta bitta narsaga amin bo'lasizki, ilgari bizning davrimizda eng obro'li odamlar professorlar, olimlar sanalardi, shoir, yozuvchilar sanalardi. Mana shularga nisbatan bolalarni shoir bo'lasan, yozuvchi, olim bo'l deb maqollalarimizga singib ketgandi. Hozir men hozirgi oilalarda bolalarga olim bo'l yoki bo'lmasa shoir, yozuvchi bo'l deb tilak bildiradigan yoki shu maqolda ishlatadigan oilalar avval masalan 50% bo'lgan bo'lsa, bugun shuning bir 5% qolganiga ishonmayman. Chunki ilgari olim yoki professor bo'lish, shoir, yozuvchi bo'lish jamiyatda hurmat qozonish, jamiyat idealidagi odamlar bilan barobarlashish degan tasavvur berardi. Hozir bugun imkoniyati kim qaysi kasbga ko'p bo'lsa, keng bo'lsa va nazoratsiz insonning betiyiq ehtiyojlarini qondiradigan nazoratsizroq kasb bo'lsa, o'shanday bo'lishdi. Sen prokuror bo'l, sen sud bo'l, sen falon bo'l, sen pismadon bo'l deb amal darajasi bilan o'lchana boshlayapti-da. Bu bizning psixologiyamizdagi yoki ma'naviyatimizdagi ideallarning barbod bo'lishi bilan bog'liq tushuncha. Biz ko'p qadriyatlar haqida ko'p gapiramiz, qadriyatlarimiz yo'qolyapti. Qadriyatlarimiz nima uchun yo'qolyapti? Chunki uni bizning o'zimiz yo'qotyapmiz. To'g'ri, chekkadan kelayotgan bosimlarimiz ommaviy madaniyat ko'rinishida ijtimoiy tarmoqlar, chunki imkoniyat kenga. Shuna bosim ham bor, lekin eng birinchi biz o'zimiz, chunki biz farzandimizni tarbiyalatganda sen kitob o'qi, sen palon bo'l, olim bo'l, sen professor bo'l, sen elning hurmatli odami bo'l, sen halol va to'g'ri bo'l degan narsani birinchi o'ringa chiqarayotganimiz yo'q. Birinchi o'ringa omadingni bersin. Oldirma, mana xalqning o'zining maqollari bor-ku. Xalqning xarakterini bildiradigan maqollarimni yaxshi ko'raman. Masalan, bir o'zbek xarakterlarini qaysi maqol ko'proq bildiradi deb bir tuzib chiqqanimda maqollarimiz juda g'alati ekan va o'ylab ko'rsam bizning ma'lum darajada milliy xarakterlarimizni bildirar ekan. Qadriyatlarimizga tutashib ketdik. Masalan, bir siz bizdan ko'ra bir jiz biz yaxshi degan maqol. Buni folklorshunoslar aytadi, bu bizning maqolmi? Yo'q, bu maqol. Maqolligi shundaki, xalq o'zining asrlar davomida yashab kelayotgan turmush tajribasidan kelib chiqib, shu maqolni to'qib chiqargan. Hozir mana shunga o'xshagan maqollar hazillashma arbob bilan, senura arbob bilan qarab tursangiz, eng ko'p narsalar bizning milliy xarakterlarimizning nuqtalari, xususiyatlar mana shunaqa maqollarda aks etar ekan. Ya bo'lmasa boshqa maqollarimiz bor-ku. Yigit kishi yoki Mirzo Karimbayning eski gapi bor, er kishi yer sotmaydi, er bo'lmaydi. Bu maqollar biz uchun eskirib ketganda edi. 100 yil oldin normal qadriyat sanalgan bu maqolning ma'nosi biz uchun eskirib ketdi. Demak, biz nimalarni boy beryapmiz? Demak, tarbiyamizda ham nimadir bor. Chunki biz ertadan kechgacha uydan chiqib ketamiz-da, bolalarimizni bog'chaga beramiz, maktabga topshiramiz. Demak, biz ko'chaga topshiramiz. Aynan mana shuda ustoz, tarmoq emas, qarmoq bo'lib berayotganda, ya'ni uni ko'proq oilasidan, ko'proq qanaqadir yaqinlaridan, atrofidagi odamlaridan ko'proq vaqtini tarmoqlarda sarflab, o'sha tarmoqlardan olayotgan tarbiyasi orqali o'zini shakllantirayotgani, boyagi menni shakllantirayotgani, siz aytgandek qadriyatni qanaqadir pulga, muomala vositasiga almashtirayotgani deb o'ylayman-da. O'qituvchini urganini ko'ryapti, ijtimoiy tarmoqda tarqatiladi, tarbiyachini buni urganini ko'radi, tayoq yeganini ko'radi, lekin misol avtobusga chiqqanda yo boshqaga chiqqanda mana Yaponiya deydi, boshqa rivojlangan deydi, bu qoloqlikka ketish emasmikan? Ya bu endi bizning umumiy madaniyatimizning ustoz va o'qituvchiga umummilliy madaniyatimizning bugungi kundagi eng og'riqli yoki bo'lmasa bugungi kunda nima holiga kelib qolgani haqidagi gap. Bu bizning xalqimiz, milliy xususiyatlarimiz, bugungi ayni jarayondagi milliy xususiyatlarimizdan nima ustunlik qilyapti? Yana o'sha birinchi savolingizga qayting. Pul topish vasvasasi yoki oltin topish vasvasasiga o'xshagan. Pul topish vasvasasi va pul hamma narsani belgilaydi degan nuqtai nazar hukmron qilib bo'layotgan paytida o'qituvchining roli pasayishi tabiiy.
Mana bizning davrimizda o'qituvchiga hurmat, boya shoir, yozuvchi, professor deganda o'qituvchiga hurmat mutlaqo boshqacha bo'lardi. O'qituvchi eng obro'li odam sanaladi. Hojiboyda gap aytganda, boya traktorchining o'rnida o'qituvchi o'tirardi. Odam bilardiki, o'qituvchi uning bolasining saviyasini, didini, tarbiyasini zimmasiga olgan. Bilim bersa, u bu hayotdan qutulib boshqacharoq yashay olish imkoniyatini beradi deb. Va shuning uchun o'qituvchiga bo'lgan hurmat, bugungi siz aytayotgan ijtimoiy tarmoqdagi o'qituvchi yaxshi yomon kasbini qilyapti, qila olmayapti deyishdan qat'iy nazar, unga bo'layotgan munosabat hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Yana sababi shu, ijtimoiy tarmoq. Faqat ijtimoiy tarmoq emas, bunga o'zimiz ham, mana shu ota-ona bo'lib o'zimiz ham sababchilarmiz. Lekin asosan ijtimoiy tarmoq. Men sizga bitta voqeani gapirib beray. Juda ham mana shu ijtimoiy tarmoq go'rchi biz farzandlarimizni tarbiyali deb o'ylaganimizda qanday qilib psixikaga singadi. Mana bittagina misol. Freyd eshitgansiz? Zigmund Freyd shu 19-asr oxiri, 20-asr boshida o'zining psixoanalitika maktabi usulini joriy qilgan dunyoning eng zo'r va eng mashhur psixologiga aylangan odam. Insonning tiynatini, uning psixik kechinmalarini, mayl va istak, xohish va hozirlarini undan ortiq chuqur tekshirgan odam o'sha davrda bo'lmagan. Albatta keyin Jung chiqdi. Karl Jung chiqdi. U boshqa masala. Men aytmoqchi bo'lgan Freyd. Amerika tamakishunoslari yoki tamaki ishlab chiqaradigan korxona uzoq yillar tamakilarni ishlab chiqarib hech qanaqa katta natijaga erisha olmagan. Keyin reklama? Keyin reklama ham qilib ko'rishgan, u ham qilib ko'rishgan, boshqa ham qilib ko'rishgan, erisha olmagan. Keyin bular katta pulni evaziga Freydga kelgan. Freyd endi mashhur psixolog, balkim bu chunki ommaviy ong ostidagi kechinma, mayl va xohish irodani qayoqqa burilib, qayoqqa yo'nalishini bundan oldin biladigan odam bu yo'q. Amerikaliklar kelgandan keyin katta pul evaziga Freyddan maslahat so'rashgan. Bizga maslahat bersangiz, nima qilsak biz mana shu tamaki chekishni ommalashtira olamiz va bizning savdomiz yurishadi deganda, Freyd o'zining jiyani bor, Anna Freyd degan. O'sha bilimni degan men sizlarga beraman, o sizlarning ularni nazorat qiladi. Faqat bitta ish qilasizlar degan. Sizlar kino industriyani qo'lga olasizlar. O'sha payt televideniya yo'q, ijtimoiy tarmoq yo'q. Kino industriyani qo'lga olasizlar va kino industriyada tomoshabin havas qiladigan jamiki qahramonlarga albatta tamaki chektirasizlar degan. Va oqibatda hozirgacha agar ko'rsalarim o'sha eski kinolardagi, o'sha davrning kinolarida hamma qahramonni havas qiladigan tomosha oddiy havo uning psixikasiga o'tiradigan qahramonlar hammasi hozir ham chekib o'tiradi. Hozirgacha. Va oqibatda 5 yildan keyin tamaki ishlab chiqarish Amerikada birdan rivojlangan. Ular rostdan ham eng zo'r qahramonlariga o'sha kinolardagi, chunki mana bu yerda oddiy tomoshabin sigaret chekish mana bunga o'xshagan ideal qahramonlikni yaratalar ekan degan psixikasiga o'tirib qolgan. U hali buni anglamaydi zararini. Lekin shu psixika ortida ommalashgan bu. Hozirgi ijtimoiy tarmoqning ta'siri xuddi shunday. Biz oddiygina narsa deb o'ylayotganimiz hali o'zini ichida ichki bir immunitida yaxshi, yomon degan qarashlarda hali aniq chegara qurib ololmagan asosiy qismimiz shunaqa hozir. Hali qurilmagan joyda psixikasiga o'tiradi-da, ertaga u xuddi shunday maxluq yaratadi, jazo koloniyasidagi o'xshab, o'zining ichida shu sekin-sekin o'zining mashinasini yaratadi. Keyin u mashina mana bunga o'xshab hurmatsizlik, o'qituvchiga nisbatan tashlanayotgan mashinaning orqasida, shu hissiyotga kelgan mashina orqasida o'sha narsalarning hammasi turibdi. Bu mashinani yaratishda ota-onalarning ham hissasi bor. Eng ko'p ijtimoiy tarmoq, ko'cha, odamlarning bir-biriga munosabati, odamlarning pulga munosabati, odamlarning masalan eng hurmatli bo'lgan kasb bo'lgan o'qituvchilikka umumiy munosabatini bildiruvchi bu tashxis. Demak, o'sha o'qituvchi, o'sha oilada o'qituvchiga nisbatan hurmatsizlarcha munosabat qilinyapti. Va o'zaro gap so'zlarda ham, o'qituvchi bo'lib nima qilasan? Topgan o'ziga yetmaydi, maoshga qarab qoladi degan gapning o'zi endi shakllanib kelayotgan bolaning nuqtai nazarida katta fojia-da. O'zim eshitganman. Undan ko'ra falonchi bo'l desa,
masalan toparman, tutarman. Ana tadbirkor bo'l yoki men narigi bankir bo'l, nagi ana bu deb u misol keltirgan odamni ko'rsatsa, yosh bola nima hamma narsani oladi. Uni hisoblaydi. U o'g'irlik qilib bo'lsa ham, aldab bo'lsa ham, yolg'on gapirib bo'lsa ham, nohaqlik qilib, adolatsizlik qilib bo'lsa ham, lekin hammaning hurmatini qozonadigan puldor ya amaldor. Bu psixika o'tiradi bolaning miyasiga. Oqibatda bola o'zining ideal qahramonini izlayotgan yoshda ideal odamlar kimlar ekan? O'sha puldorlar, o'sha amaldorlar. Demak, men o'qituvchi bo'lishim shart emas. O'qituvchi eng xor. Shunday uning ichidagi mana shu tuyg'uning o'zi endi o'qituvchiga bo'lgan o'sha hurmatni, qadriyat bo'lgan hurmatni sekin pastga tushirib qo'yadi. Endi mana shu yerda sal bir burilish qiladigan bo'lsak, o'zi sizni ko'pchilik taniydi, maymun yetaklagan odam asaringiz bilan. Bunda o'sha paytlarda balkim yetaklagan odamni o'zini ichida edi. Endi bugun yetaklayotgan odam tashqariga chiqib, mana bu telefonlarga ko'chmadimikan? Yo'q, endi metaforik nuqtai nazardan shunday deb hisoblasa bo'ladi. Uning o'zi ham metaforada, endi maymun yetaklayotgan odam degan so'zning o'zi maymun odamni yetaklayaptimi, odam maymunni yetaklayaptimi degan savolni xohlagan odam xohlagan joyiga qo'yib olishi mumkin. Degani u bir narsadan tug'ilgan, insonni inson qiladigan, insonlikka intiltiradigan, inson sifatini yuksaltiradigan narsaga qarab ergashishi bu bizning ma'naviy intilishlarimiz bo'ladi. Ma'naviy jihatdan insoniylikka qarab intilish bizni hayvonlikdan, ota-bobolarimiz ham shuni hayvonlikdan odamgarchilik tomon yetaklaydi. Odam, inson, o'sha ideal inson sari yetaklab boraveradi. Endi qachondir bir nuqtaga kelganda insonning xohishlari endi uning ma'naviy ehtiyojlarini, ya'ni biz ideal inson tushunchasini, ideal insonga yaqinmasa so'pi bolalarimiz aytgandek komil insonga bo'lgan intilishlarini o'rnini boshqa bir ehtiyojlar, endi biologik ehtiyojlar, bunday bo'lganda moddiy ehtiyojlar egallay boshlaydi. Moddiy ehtiyojlar egallagan sayin inson baribir o'zining ichkarisidagi hayvoniy instinktlar, yaqinmasa boshqacharoq aytsangiz nafsiniga berilaveradi. Nafs orqasidan ergashyaptimi? O nafsni biz maymun deb ataymizmi? Nafs deb ataymizmi? Hayvoniy hirs deb ataymizmi? Ya bu degradatsiyani buzilish deb ataymizmi? Mana bugungi global holatda qaraganda atrofimizga qaraylik, dunyoda bo'layotgan voqealarga qaraylik. Har qalay biz ideal inson va ideal inson tushunchasidagi jamiyatga intilayotganimiz yo'q. Atrofimizdagi urushlar, qirg'inlar va davlatlarning bir-biriga bo'layotgan munosabatlari, vasvasalari, xurujlarning hammasini dargida biz ko'proq o'rmon qonunida yashayotgan davrni eslatadi. Kim kuchli bo'lsa, o'sha yashashga haqli bu o'rmonda. Avvalgi biz erishgan nuqtalardagi insoniylik, humanizm nuqtai nazarlari parchalanib boryapti. Bu tushunchalar yo'qolib boryapti. Bu bizning bugungi kundagi global tarzdagi maymunligimiz. Ya'ni maymun bizni yetaklab borayotganini bildiruvchi holat. Men o'zimning hikoyamga juda urg'u berishga sizning savolingizdan kelib chiqib gapiryapman. Bu bizning ichimizdagi hayvoniy yoki biologik ehtiyojlarimizning nariyoqdagi ma'naviy ehtiyojlarimizni bosib, chilparchin qilib o'rnini egallab olayotganini ko'rsatadi. Yana 50 yildan keyin bu biologik instinktlar yana ham kuchayib ketsa biz kim bo'lamiz degan savol. Texnik jihatdan progressga eng yuksakka erishaylik. Qani o'shandagi ma'naviy tarozining ikkita pallasi bor baribir. Men ijtimoiy tarmoqlarda ham tahlil qilib qarab boraman, aytayotganingiz odamni o'zi ichki aytiladiki, ikkita instinkt boshqaradi. Eng asosida ikkita, bu yashab qolish va nasl qoldirish. Ko'proq o'sha yashab qolishdan ham ko'proq endi nasl qoldirish instinktidan foydalanishyapti-da ijtimoiy tarmoq. Ko'chaga chiqqanda ham odamni ko'zi keyin o'sha narsaga o'rganib, qaraydigani ham, qarashlari ham, muhokamasi ham mana shu narsaga burilib qolmaydimi? Deydi aziz, masala shundaki, biz insonga nisbatan bizning anavlarimizda juda ideal qaraymiz-da. Insonni ideallashtirib yoramiz. Bitta narsani unutmaymiz va bizda ehtiyot bo'lishga, xavotir bo'lishga chorlaydigan bitta nuqtani unutib qo'yamiz. Inson baribir bu maxluq. İsteymizmi, istamaymizmi? Biz barcha jamiki jonivorlar kabi bitta maxluqmiz. Maxluqning instinkti
tabiiy ravishda maxluqona bo'ladi. Agar biz uningga maxluqona bo'lgan narsalar instinktiga yo'l ochadigan narsalarni qanchalik ko'p taklif qilaversak, u shuncha o'sha tarafga qarab boraveradi. Mana oddiygina bitta narsani ma'naviy jihatdan aniqlaylik. Mabodo biz bugun metafora bo'lgancha metafora qilib aytaylik, tizadan bir qarish baland kiyimni bugun ko'rsatsak, o'shani ko'rgan odamda endi yana bir qarash, o'sha chunki u maxluq, yana bir qarash tepada ko'rish ehtiyoji paydo bo'ladi. Instinkt paydo bo'ladi, chunki u maxluq. Undan keyingisida yana ham ketaveradi. Faqat bizning ota-bobolarimiz, men masalan o'ranib, chirmanib bana qilishga juda ham qarshi odamman. Inson erkin kiyinishi kerak, lekin jamiyat va insoniyat madaniyati taqdim qilgan madaniyat tushunchasida, odob axloq tushunchasida kiyinish kerak deb turaman. Uyat, andisha va boshqalarni hurmat, chunki kiyim bu madaniyat belgisi. Madaniyat bu men e'tiqod belgisi bo'lishiga ishonmayman. Bu haqda xohlagan onalarning e'tiqod belgisi bo'la olmaydi kiyim. Kiyim bu madaniyatimizni ko'z qiladi. Demak, madaniyatimizni ko'z qilish uchun boshqa bir jihati borki, odam ozgina bo'lsa ham shu xalqni, shu dinni yoki shu axloqni hurmat qiladigan e'tiqodga ega bo'lish kerak. Ya'ni o'sha o'zini o'zi muhokama qilgan odam bo'lish, o'zini tushunsa, endi unga o'zini tanlovi ham paydo bo'ladi. O'zini hurmat qilgandan keyin boshqani ham hurmat qiladi va boshqani hurmat qilgan odam shu davr taklif qilgan madaniyat normalarida yashashi va kiyinishi kerak. Men aytmoqchi bo'lgan narsa o'sha boyagi narsa. Bugun bir qarish past anavni ko'rsating. Endi ijtimoiy tarmoqlarga qarasangiz, ular nimani taklif qilayotgan bo'lsa, shu yalang'ochlik borasida yoki hayvoniy instinktlarni uyg'otish borasida nimani taklif qilayotgan bo'lsa, keyingi avlod bundan ko'proq narsani xohlaydi. Bugun biz parda orqasida va maykada kiygizilayotgan narsa bo'lsa, endi bunisi xohlaydi. Biz o'sha normani ijtimoiy tarmoqdan tortib, butun jamiyatda umumiy norma va amal qiladigan holatga keltirish kerak. Bu senzura emas. Tarbiyaga. Bu men Amerikada William degan aspiranturada o'qib yurganimda William degan ismda qolgani, uni o'zi ham ingliz edi, Shakespeare bilan ismi bir xil edi. William degan bilan rosa bahslashardik. Sizlar buzilib ketgansizlar, aynib ketgansizlar. Sizlar ma'naviy buzg'unsizlar desa, voh kulardi. Yo'q dedi. Men ham ko'rib yuribman, sizlarda uyat deb sanalgan narsa bizda ham uyat sanaladi. Biz ham uyat deymiz uni. Mana shunday degan narsalar biz uchun ham uyat. Faqat bizda demokratroq jamiyat va yalang'och narsani yoki boshqa ommaga ko'rsatib bo'lmaydigan narsani ko'rsatish imkoniyati yaratilgan jamiyat xolos. Lekin biz bir-birimiz bilan bo'lgan oilaviy muhitda, qarindosh urug'da, boshqada biz o'sha normani, sizlar nimani saqlayotgan normani odob axloq doirasida biz ham shuni himoya qilamiz va shuni qo'llaymiz. Sizlarga chiqib kelayotgan narsalar, sizlarga berilayotgan, sizlarga ko'rsatilayotgan narsalarning hammasi bizning Amerika adabiyotini, Amerika madaniyatining oqavolari boyagi, eng isqir aqlolari, shularni sizlarga qarab irg'ityapti. Chunki u yerda maxsus shularni qabul qilyapmiz endi yana. Maxsus ular borki, albatta shu yoqdagi ularning ma'lum bir ustunlarini, chunki qadriyat, insoniylik tushunchalari, ota-onaga hurmat, millatga hurmat, vatanga hurmat, mardlik va ezgulik, shafqat degan tushunchalar biz uchun qadriyatda. Biz ertaklarimizdan boshlab ojizga yordam berishni yosh bolaga targ'ib qilamiz. Bizning qahramonlarimiz o'sha boyagi ojiz odamlarni birinchi bo'lib qutqaradi. Tutqunlikka tushgan malikalarni qutqaradi. Gap bu yerda emas, tutqunlikka tushgan ma'lum bir adolatsiz narsalarni. Hozirgi qahramonlar, masalan, taqdim qilinadigan qahramonlar kimlar? Bolalarni biz masalan shunaqa ideal bilan katta bo'ldik deylik. Bugun qanday bolalar katta bo'lyapti ideal bilan? Albatta supergiroy paydo bo'ladi va supergiroyning imkoniyati juda katta. U shu yerda gunohi bor, gunohi yo'q, tutqun, ojiz deb qarab o'tirmaydi. Hammani bir boshdan yengib, o'ldirib, o'zining asosiy maqsadiga erishadi. Endi bu mutlaqo boshqa bugungi davrdagi har qanday vosita bilan bo'lsa ham maqsadiga erish degan narsa
Bu endi juda ham nima deb bo'ladi, juda ham katta ayanchli, xavotirli fojia. Shu tushunchaga keldi. Har qanday vosita bilan bo'lsa ham, kerak bo'lsa iblis bilan til biriktirib bo'lsa ham maqsadingga erish. Va bu ham sekin qarasangiz, bizning o'sha ma'naviy hayotimizga ham kirib boryapti. Bu haqda o'nlab misollar keltirish mumkin. Mana shu ijtimoiy tarmoqda o'zidan har qanday yo'ling bilan bo'lsa ham maqsadingga erish. Lekin o'rtada turgan gumanizm qayerga ketdi? Odamga Va gumanizmni kim o'rgatadi? Oila o'rgatar, maktab o'rgatar, lekin undan tashqari o'rgatadigan yana bir soha bor. Bu kitob, adabiyot. Adabiyot gumanizmni markazga odamni chiqarib qo'yadi. U o'sha markazga chiqargan odamni diniga qarab, millatiga qarab, irqiga qarab bo'lmaydi. O'sha odamni markazga qo'yadi-da, shu markazdagi odam, mana shu markazdagi odamga munosabatimiz, uning dini boshqa bo'lishi, irqi boshqa, tili boshqa bo'lsa ham, biz markazdagi odamga qaraymizda, ideal inson tushunchasimiz shakllanadi. Inson o'zi gumanist bo'lish uchun nimalardi? Qaysi fazilatlar ulug'lash kerak? Qaysi fazilatlar orqasida ergashgan? Nimalar bizning miyamizdagi bo'shab yotgan yoki miyamizda ochilishi kerak bo'lgan hujayralar mana shu gumanizmga qarab bizning e'tiqodimizni belgilay boshlaydi. Bugungi kundagi katta fojiamiz, biz adabiyotdan, ayniqsa bugungi yoshlar adabiyotdan uzoqlashib ketgani. Nol holatda beriladigan savol bor. Kitob menga pul bermasa, kitob meni muammolarimni hal qilmasa, kitob qandaydir mana shu moddiy nimadir bermasa, nimamdir o'zgartirmasa, nima qilaman deydi, o'qib deydi. Men undan ko'ra deydi, hozir chiqaman deydi, borib bir qanaqadir ish qilaman deydi, pulni olaman deydi. Ya'ni o'sha pulga borib kelib qoladi-da, mana shu savollarga javob olmaydi hech qayerdan. Ya'ni misol siz shunga javob berishga urinib ko'ring-chi. Endi mana yana o'sha narsani takrorlaymiz-da. Demak, foyda masalasi, yana pul va boylik yoki amal va boshqa masalasi bugun kult ideallashgan yoki bo'lmasa shunga intilish tendensiyasi ommaviylashgan paytda yashayapmiz. Lekin o'sha pul bermaydi kitob degan narsa, kitob o'qiganda savol, oddiygina savolda sizda savol, banalniy savolga banalniy javob paydo bo'ladi. Sen agar shu kitobni o'qib, shu kitob ilmli va savodli bo'lib, dunyo qarashing keng bo'lganda, sen borib o'sha foydaning izidan quvib yurmasding. O'sha foyda ehtimol sening yoningda turgan bo'lardi. Lekin menda bas yana bir boshqa narsa bor. Yana bir biz uchun strashniy xavotirli narsa bor. Bizda qanoat tushunchasi. Chegaralar buzilib ketgani. Sizlarga dars berganda o'tdim, Ahmad Yugunakiyning o'sha saodatga eltuvchi bilimida juda katta simvol, dastlabki ma'rifiy asarlarimizdan, ya'ni islomdan keyingi. Islomdan oldingi adabiyot alohida gap. U biz islomdan keyin islomlashayotgan e'tiqodimizga moslashgan dastlabki ma'rifiy asar. O'sha yerdagi bir obrazlarda eslab ko'ring, u yerda hammasi metafora. Davlat bor, ya'ni shoh davlat bor. Boylik bor, bilim bor. Lekin ana yo'q hali. Saroyda chinakam, bu yerda saodat yo'q. Siz boyagi yuqorida birinchi savol bergan baxtning o'zi yo'q. Chunki davlat ham bor, boylik ham bor, bilim ham bor, hatto bilim ham, bilimli ham bo'lib. Lekin hali bular baxtni his qilmayapti. Sabab nimada? Shundan keyin o'zg'urmish nima qiladi? Bir chekkada kasal bo'lib yotgan, hech kim e'tibor bermagan qanoatni olib kelib saroyga olib kelgandan keyin u saroyda chinakam baxt boshlanadi. Endi bizning simvolik metaforik olsangiz, qanoat tushunchamiz juda kengayib ketganda. Ilgari biz qornimiz to'ysak, kiyimimiz yuvilib turib ozoda bo'lsa, yotib turishimiz joyida bo'lsa, emin erkin borib kelish imkoniyatimiz va tinchlik, xotirjamlik va sog'lik bo'lsa, biz shuni baxt deb o'ylardik. Va bu har bir oila uchun chinakam baxt edi. Ishlaydigan ishi bor, kuni o'tib turibdi, qorni to'yib turibdi, kiyimi bor, boshpanasi bor. Ishga yoki bo'lmasa borib keladi, qarindosh urug'larni gaplashish imkoni, bu baxt tushunchasi, bu qanoatning dastlabki baxt tushunchasi edi. Undan keyin bu qanoat buzildi-da, ya narigi qo'shni 2 qavatli quribdi, nega men 2 qavatli qura olmayman? Narigi mashina olibdi. U qanaqadar baxtli, ha? Chunki mashinasi bor. Uni egallab bo'lgandan keyin u Mercedes olibdi, nega men ola olmayman? Mana qanoat chilparchim bo'ldi. Yana Ahmad Yugunakiy aytmoqchi bo'lgan, shu Mumtoz bobomiz aytmoqchi bo'lgan, qanoat bizning o'tirgan saroydan ketib qoldi. Bizda boylik bo'lishi mumkin hozir.
boshidagi savolingizga javob shu. Bilim bo'lishi mumkin. Davlat ham bo'lishi mumkin. Lekin qanoat bo'lmasa, hech qaysimiz o'zimizni baxtli deb his qila olmaymiz. Aslida olganda baxt nima degan savolga qanchalik urinmaylik javob topa olmaymiz. Sababi bu o'ta keng tushuncha va o'ta tor tushuncha. Masalan, siz tabiatni bir quchog'iga chiqqanda bitta go'zal gulni ko'rib, uni qancha zavqlansangiz, butun umr yashab o'tishingizga arziydi o'sha 10 sekundlik, 30 sekundlik his qilgan zavqingiz aslida bu chinakam baxt. Buni boshqa hech qayerda hech qaysi hayvon, hech qaysi maxluq bunday zavqni to'ya olmaydi o'sha payt. Mana shu zavqning o'zi uchun siz 100 yil yashashingizga arziydi aslida. Bunaqa zavqlar qanchadan qancha. Faqat buni ham agar moddiylashtirib qo'ysangiz, bu zavqni ham go'zallikdan oladigan zavqni ham moddiylashtirib qo'ysangiz, unda o'z zavqingiz sizga baxt beradigan nuqta yo'qoladi. Sizni baxtni his qildirib turadigan oniy lahzalar yo'qoladi. Endi sizning ko'zingiz faqatgina maymunning ko'ziga o'xshab o'rmonning ichkarisiga qarab ketaveradi. Bularda hammasi bir-biriga chambarchas bog'liq. Yana shu adabiyotga to'xtalamiz. Adabiyotga to'xtalganda bu Ray Bradbury'ning Fahrenheit bo'yicha 451 asari bu juda katta bugungi bizga ogohlantiruvchi asar. Yoqib yurishadiku kitoblar. Ertangi kunimizdan ogohlantiruvchi asar. Va bu juda jiddiy asar. Kitobsiz qolganda jamiyat qanday holga keladi degan savolga javob bo'ladigan asar. Lekin bu 48-yil yozilgan. Tasavvur qiling, 51-48-yil yozilgan bu asar. Ya'ni 1951-48-yil shu oralig'ida yozilgan asar. Mana shu asardagi bo'lgan voqealarni tahlil qilib ko'rsangiz, biz shu jamiyatga, o'sha qalam olgan utopik, anti-utopik o'sha jamiyatga yaqinlashib qolayotgandaymiz ma'naviy jihatdan. Bugun kitobga munosabatimiz, bir-birimizga munosabat. Kitob olgan joyda bilsangiz, xotini erini sotadiganga aylanadi. Ertaga serialdan bo'shamaydi. Muhokamalari bosh mavzusi seriallar, falon artistning kiyimi, falon artistning mashinasi, falon artist labini unday qilibdi, labini bu butun muhokama shu. ergashish ham shu. Mana hozirgi holatimizga bir e'tibor beringchi. Bu prezident o'sha yerda alomatlar bugun xuddi shu holatga kelmayaptimi? Kitobdan uzoqlashish va bizning shou biznesga bo'lgan o'ta darajadagi Endi munosabat emas, bu orqadan ergashish bo'lyapti-da. O'sha asarda o't o'chiruvchilar bu kitoblarni yoqib yurardi-ku. Men shunday kitob do'koniga kiraman. Shu yoqishga arzigulik kitoblarim paydo bo'lib qolganday. Bizda mana yozuvchilar uyushmasi bor. O'sha yozuvchilar uyushmasi shunchaki navbatchi narsa qog'ozga siyohni to'kib o'tiradigan odamlarni bir markazi bo'lib qolmaganmi? Ya'ni o'sha kitoblar bo'lishi kerak bo'lganday yo'nalishda emasmi? Endi bu kitoblarning saviyasi, sifat haqidagi masala bu juda chuqur va keng masala. Lekin bitta narsani inovatga olaylik. O'sha magazinda siz shunaqa kitob ko'rgan bo'lsangiz, shunday kitoblarda ikkita o'sha yerga borib qolishiga, shunaqa kitoblar ko'payishiga, shu yerda shunaqa kitoblar sotilayotgan ikkita sababi bor. Birinchisi ehtimol bu ma'lum ma'noda buyurtma kitoblar bo'lishi mumkin. Agar u buyurtma bo'lmagan bo'lsa, endi biz haqiqiy hisob bozor talabiga, bozor qonuniyatlariga bilan chiqilgan kitob deb tasavvur qilishga majburmiz va bu to'g'ri talab bo'ladi. Agar u buyurtma qilinmagan kitob bo'lsa, real qarash kerakda, buyurtma qilingan kitobning o'zi sun'iy va yasama yozilishi, uning ichidagi juda ko'p narsalar baddiyatdan ko'ra g'oyaga xizmat qilish, ya nimalargadir xizmat qilinishi bilingan narsa provokasiyada bo'lmaydi. Ma'lum bir buyurtmaning talablari, ya'ni musiqani chalayotgan odamning raqs tushgani tabiiy, u buyurtma emas bo'lsa, magazinda turgan kitoblar bosh sabab bu bizning didimiz va saviyamiz bilan bog'liq. Chunki hech bir nashriyot nima deydi, kasodga uchrash uchun kitob chiqarmaydi. Demak, mana shu bozorga kirib bordim, chunki kitob, adabiyot u kitob shakliga aylangandan keyin u tovarga aylanadi. Tovarga nisbatan talab va taklif paydo bo'ladi. O'shanga talab bormi shu kitobga? Shu kitobga talab bo'lsa, demak shu kitobni o'qiydigan did ham bor. Agar u did katta bo'lsa, shu har bir, men avvalham aytganman, bir qaysidadir kitob magaziniga kirgan har bir kitob olaman deb maqsadda kirgan, kitob olayotgan odam bu adabiy jarayonning, ayni paytdagi adabiy jarayonning ishtirokchisi.
yo'l harakati ishtirokchiga o'xshagan ishtirokchi u qaysi kitobni sotib olayotganiga qarab ikkita narsani aniqlaymiz. O'sha qaysi kitob umummilliy didning qaysi tomon ustuvorlik qilayotganini, ikkinchi tomondan esa aynan mana shu kitobni sotib olayotgan jarayonda bizda nimalar boshqarayotganini, ongimizni nimalar boshqarayotganini biz istasak istamasak o'sha siz ko'rgan, siz o'zingizning didingiz saviyadan kelib chiqib o'qimasa ham bo'lardi, o'zi qog'oz to'ldirib degan asarga ehtiyoj borligi uchun u magazin qatlamida turibdi va bu ko'proq, to'g'ri aytyapsiz. Va xuddi shunday bu barometrda milliy didimizning barometri bu. Uni o'sha yerda agar aqlli, o'zining didini, fikrini, saviyasini oshiradigan kitoblarga ehtiyoj baland bo'lsa, bilingki o'sha millatning didi saviyaga ko'tarishga bo'lgan ehtiyoji ham baland. Agar arxetiplarga burkangan ma'lum bir doiradagi ma'lum bir narsalarga mo'ljallangan kitoblar, turli kitoblar bor. Shunga mo'ljallangan bo'lsa, bilingki bizning milliy ichki holatimiz va didimizni ko'pchiligi mana shu. Ya'ni bu ommaviy didimiz, millat sifatidagi ommaviy didimiz o'sha kitoblarga yarasha. Agar ommaviy didimiz yuksak, badiiy saviyasi baland asarlarga bo'lganda, bu demak bu millatning ommaviy didi baland derdik. Ommaviy didimiz o'sha eng past kitobxonlar darajasida ekan, shu millat haqida metafora xulosani o'zingiz chiqaraverasiz. Unda biz u ommaviy kitobxon, ya'ni o'sha kitobning syujetiga qarab, yo ma'lum bir didaktikasiga qarab, yo bo'lmasa arxetipik tasavvurlar bor-da. Hozir juda ko'p narsalardan foydalanayotgan narsalar ko'p, yozuvchilar arxetipik nuqtai nazardan foydalanib tijoriy maqsadda kitoblar chiqarib yotibdi. Arxetip nuqtai nazar degani bizning ommaviy ong ostimizdagi bizni boshqarib kelayotgan arxetiplar va shu arxetiplarga biz qaysidir ma'noda milliy ma'noda ko'proq ishonadigan xalqmiz. Arxetiplar turlicha. Men uni hozir metafora qilib qo'yaylikda, uni orqasini gapirib o'tirmay. Arxetiplar boshqarayotgan, didimizni arxetiplar boshqaryapti. Demak, didimizni arxetiplar boshqarayotgan bo'lsa, bizning bugungi zamonaviy dunyoga munosabatimizni ham arxetiplar boshqaryapti. O'zi mana shunday asarlarda boya siz aytayotgandek, o'sha past didli asar. Men misol u kitobni past deyish uchun avval o'qib ham ko'rganman-da. Ya'ni vaqtimga achinganman birinchi o'rinda, nimadir toparman deb oxirigacha borganman. Keyin o'shani yomonlagan odamni endi agar ijtimoiy tarmoqda bo'lsa izohlariga kirsangiz, tamom, u sen bunday deding, bunday qilding, haqoratga o'tib ketadi-da. Masala mana shu yerda. Mana shu ijtimoiy tarmoqda biron masala bo'yicha narsa qo'zg'asa, men shu darajada og'rinamanki, o'sha o'zini juda ham anavi deb hisoblaganlar, og'zining shaloqligi, o'ta madaniyatsizligi meni og'rintirib yuboradi. O'zini shu sohaga bag'ishlagan, sohaga e'tiqod qiluvchi odam sifatida e'tiqod qilgan odam unaqa og'zi shaloq bo'lmaydi. Bunaqa madaniyatsiz usulda gaplashmaydi. Endi boshqa bir narsa aytaman. Mana shu past narsa borda, hamma narsaning o'zini yaxshining yomoni, yomonning yaxshisi bo'lgandek, mana shu past didli yoki ommaviy kitobxonlik dedi, ham umuman kitob o'qimaslikdan ko'ra yaxshiroqda. Chunki umuman kitob o'qimagandan ko'ra mana shu ommaviy kitob o'qiyotganlar bor, ommaviy didli kitobxonning fikri bilan saviyasida farq bo'ladi. Bugungi kunimiz shu ommaviy didni qanday qilib biz yuksak saviyali asarlar o'qiladigan didga aylantirishda. Bu sohada qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Birinchidan, masalan, men aytardimki, mana sizlar podkast qilganlar, mana shu bizda menga savol berishadi. Bizda tanqidchilik yo'q. Bekor aytibsan, tanqidchilik yetarli. Bizda adabiyotshunoslik yo'q. Bekor aytibsan, adabiyotshunoslik yetadi. Ishonmasang, butun O'zbekiston bo'yicha yoqlanayotgan ilmiy ishlarda oldi o'qib ko'r. O'qib ko'rmagan bo'lsang, sen bu adabiy tanqidchilikni yo'q demading. Yo'q dema. Endi lekin bizda marketing tanqidchiligi yo'q. Masalan, falon kitob chiqdi, shu kitob haqida butun dunyoga xos bo'lgan tajriba, lekin bizda yo'q.
marketing kitob tanqidchiligi nima? Falon kitob chiqdi. Mana shu kitobni marketing nuqtai nazaridan tanqidchi adabiyotshunos ko'zi bilan ko'rib tahlil qiladigan, yana u juda emas. Bu o'sha tanqidchilik, o'sha marketing tanqidchiligi ommani kitobga bo'lgan munosabatini belgilab beradigan tanqidchilik yo'q bizda. Agar shuni uyg'otib bera olsa, masalan bu dunyoda bir masalan falon kitob chiqdi, birodar Azizning kitobi chiqdi. Unga mos marketing tanqidchisi paydo bo'ladi, maxsus nashriyotlar va kerak bo'lsa boshqalar yollaydi uni, katta pul evaziga yollash mumkin. U o'shanda oddiy o'quvchi, dilida o'quvchi bilan kitob savdosi o'rtasidagi narsani bog'lab beradi. Bu kitobni olsangiz, ichida falon masalalarga javob topasiz. Falon masalalarda yaxshi yoritilgan, falon masalalar bunday bo'lgan, falon masalalarda oqsagan bo'lishi mumkin degan qiziqish ichida chorniy PR bo'lar, boshqasi bo'lar. Mana bizda mana shu marketing tanqidchiligi yo'q, xolos. Qolgan adabiyotshunoslik ishini qilib yotibdi. Adabiyotshunoslar ichida olimlar ko'payyapti. Haq bir qarasalaring, shunda yurgan odam kim desang PhD doktor bo'ldim, kim desang doktor bo'ldim. Demak adabiyotshunoslik ketyapti va o'shalar ham mayli ichida aytayotgan bo'lishi mumkin, bular bir-biridan ko'chiriladi. Men bunga ko'p ham ishonmayman, bor bunaqasi ham, lekin mana shular ishlar ham ish qilyapti. Faqat biz adabiyotshunoslardan kitob marketing yo'lida ya'ni kitob targ'iboti yo'lida foydalana olmayapmiz. Endi ustoz sekin yakun yasav bersakda, oxirgi savol emas, o'sha aytgan gapim, siz tasavvur qiling, mana shu oxirgi marta gapiryapsiz, umuman tomoshabinlarga oxirgi marta gapiryapsiz va o'sha ularni uyg'otish uchun, ularda o'sha ruhidagi maymundan emas, odamiyligiga qaratish uchun, o'shani muhokama qildirish uchun qaysi gapni aytgan bo'lardingiz? Bu bilasizmi, bu gapni men aytmaganman, aytmayman. Bu gap aytib qo'yilgan. Eng fojiali paytimizda, millatimiz eng fojiali paytda aytilgan gap. Kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham hur tug'ilgansan. Metafora sifatida olsinda o'zlariga har bir odam berib ko'rsin. Ham ma'naviy jihatdan, ham boshqa jihatdan mana shu savolni berib ko'rsin. Qaysi narsalar bizga kishan bo'lyapti? Qaysi narsalarga biz bo'yin egamiz va muti bo'lyapmiz? Mabodoki biz hur tug'ilgan ekanmiz, bizning shu hur tug'ilgan narsalardan nimalar mahrum qilyapti? Mana shu mahrum qilinishiga biz o'zimiz qaysi darajada sababchi bo'lyapmiz? Shu savollarga javob topsa bo'ldi. Buni bu mening gapim emas, kimning yashab kelayotgan gap. Faqat biz buni qachon kezi kelganda yoki bo'lmasa yubiley kelganda yoki bo'lmasa bir eslab qolganda, bu har bir odamning har kuni ertalab turib aytish kerak, o'ziga aytish kerak bo'lgan. Endi Gruziyaga borib kelganda Gruziyaliklar salom berishini qoyil qoldim. Men uni bilmasdim, avval e'tibor bermagan ekanman. Gruziyalar nega buncha go'rdik xalq, mag'rur, oriyatli xalq, nega o'zlarini bunday qilib yuradi ekan, salom guarja bo'lma, shunaqa deydi ular. Men keyin so'radim, Gruziyadan bu nima degan desan, sizga g'alaba tilayman degan ekan ma'nosi. Har kuni ertalab bir-birini ko'rishganda, bir-birini ko'rganda senga g'alaba tilayman. Mana shu narsa psixologik jihatdan millatning ichiga g'alaba tilayman deganiga kurash ham bo'ladi-da u yerda g'alaba uchun. G'alaba uchun kurash bo'ladi. Undan tashqari uni g'ururlantiradi. Xuddi shunday hozirgi aytilgan shiorimizda shukursa ichiga har kun bir marta berib. Mana shu boshqa bundan ham buyukroq so'zlar bo'lishi mumkin. Hozir siz aytgan eski kelgani shu. Va men bu noto'g'ri so'z emas deb o'ylayman. Rahmat ustoz. Siz ham hur tug'ilgansiz.